Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Alaykum assalom, assalomu alaykum. Aka, o'zingizni bir tanishtirib, qayerdansiz? Men Samarqand shahar Katta Qo'rg'ondanman. Shu mashinani siz qiziqib yo'lga to'xtatdingiz-da. Shunga ko'plar qiziqadi mashinga. Ya'ni bu mashinani o'zimni sabablarim ko'p, bu mashinani olib kelishimga va minib yurishimga. Ya'ni bobomlar, dadamlar bu mashinaga yurganlar, biz shunga katta bo'lganmiz. Ya'ni qayerga bo'lishimizdan qat'iy nazar, o'zligimizni yo'qotmaslik, o'zligimizda nima deydi? Chiqib ketmasligimiz, milliyligimizdan chiqib ketmasligimiz uchun ham o'zimni qiziqishim ham, yoshligidan qiziqishim bo'lgan. Shunaqa bir olib, chiroyli qilib minib yurish niyatim bo'lgan va niyatimga yetdim. Chunki men hozir uyingizda ham BMWlarni ko'rdim, masalan. Buni baribir nima deydi? Ota-bobolarimiz haydagani uchunmi yo o'ziga yarasha buni ham nima deydi? Emotsiyasi bor. Emotsiyasi bor-da. Hozir men ham ozgina haydadim. Energiya berdi-da, qandaydir men mashinim masalan avtomat korobka, bu ruchnoy qandaydir menga energiya berdi. Baribir o'zimni boshqacha his qildim-da. Buni ichiga o'tirasiz-ku, o'zingizni bemalol his qilasizda. Keng. Inomarkalar o'zini yo'liga, hech qaysi inomarkaga almashmayman bu mashina. Sababi xotiralar juda ko'p xotiralar bog'liqda bu mashinaga. Qanaqa mashina minishdan qat'iy nazar baribir urdi boshqa. Endi hozir ko'pchilikda savollar bo'lishi mumkin-da, bu mashinani qanaqa O'zbekistondan olib kelganmi, qanday qilib, qaysi yo'l bilan olib kelgansiz bu mashinani bu yerga, Amerikaga? Endi Amerikaga bu mashina spek zakazga kelgan. Spek zakazga kelgan. Puliga ko'plar qiziqadi. Puli qancha? Pulini sir bo'lib qolsin, puli sir bo'lib qolsin, потому что hozir aytsa, balkim har xil negativchilar bo'lishi mumkin. Negativchilar aytishi mumkin, shuncha pulga mashina olasanmi? Qisqa qilib aytaman, misol uchun hozir Toyota Corolla hisoblaylik, Toyota Corolla pulidan qimmatroq. Ya'ni 2018 deylik, 2018 Corolladan qimmat. Taxminan necha pullar masalan? Endi sir bo'lib qolsin, o'zlari yozadi kommentariyingizga qancha nima. Men o'ylayman, mashinani minish uchun puliga yo nimadirga qarash emas. O'zingiz uchun, o'zingiz komfortingiz uchun, o'zingiz xohishlaringizni qila olishingiz kerak. To'g'ri. Hozir imkoniyatimiz bor. Xudoga shukr, alhamdulillah, sharoitimiz bor. Olyapmiz, minyapmiz, qilyapmiz. Mashina shu 77-yil, 1977 agar qiziqqanlar bo'lsa, yili 77-yil Radnoy. Gap yo'q. Ko'pchilik O'zbekistonda Gentra legenda deydi-ku. Katta bolalar mashinasi deydi. Katta bolalar mashinasi deydi, lekin katta bolalarni katta qilgan mashina shu bo'ladi. Ota-bobolarimiz hayda bo'lgan. Endi o'sha katta bolalar katta bo'lishi sababchi bo'lgan, mana shu ota-bobolari shu mashinani haydagan. Lekin 77-yilgi mashina hozirgacha yurishini qarang buni. Mana shu zo'r gap yo'q ekan. Niyat qilganlarga nasib qilsin. Bundan zo'rlari ham. Hammaga nasib qilsin do'stlar. Samarqandliklar bo'lsa, tarqatib qo'yamiz videoni. Hammaga omad. Aka, sizga ham rahmat. Rahmat. Shuncha samimiy suhbat uchun, shuncha vaqtingizni ajratganingiz uchun biz uchun katta rahmat sizga. Ishlaringizga urib o'tsin. Hammaga rahmat.